Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Mana bu telefon Redmi 7. Telefon fonarik yoqishini, lekin bu ochib yoqishim qiyin bo'ladi. Agar biladigan bo'lsa yoqadilar, bilmaganlar yoqadilar. Lekin fonarikni anchalik yoqadig'ini bir ko'rsataman, harakatlaman. Lekin nera ko'rishingizni ham harakatini ko'rsataman. Hozir ochaman. Endi nastroykaga kirasiz. Nastroykaga kirgandan keyin mana bu qo'shimcha sozlamaga kirasiz. Keyin tugmalarni yorlig'iga kirasiz. Undan keyin chiroqni yoqishni kirasiz. Bu narsani har turlisi bor. Qal'aning nol knopkalarni bosadigan ansatlarni ko'rsatadi. Eng kerakli narsani mana bu o'chirishni tugmasini 2 marta bosishni kirasiz. Mana buni ko'rsatdi. Nima bosishni ko'rsatadi. Endi hozir chiqib ketaman. Endi o'chiraman. O'chirgandan keyin mana bu fonarik yoqishni ansat istagingdan chiqarib darrov yoqadigan bo'ladi. Endi hozir 2 marta bossang mana endi o'chadi. Shu narsani 2 marta bossang darrov yonadi. Ana ansat darrov bosadi. Ana tez bosiladi. Ana ansatdan istagingdan chiqarasiz, darrov yoqaverasiz. Qal'angni yoqasiz, darrov bosadi. Shu narsani knopkani o'chirib yoqadigan shu o'rinda telefonni Redmi 7 telefon fonarikni yoqishni ansat. Aynan. Darrov yoqasiz. Endi o'chadi. Bu narsa telefon ochgan odamlar, bilmagan odamlar darrov ochadilar, yoqadilar, netadilar, oqshom kelib ketadi. Bu narsani darrov yoqiladi. Ko'rgan odamlar, qiziqqan odamlar bo'lsa like bosing.